Yanimda bu yerlarda ishlab yurmasdim. O'qisam hayotim yaxshi bo'lardi. Bolamni o'qitaman, o'zim o'qolmadim deb hozirgi ishlayotgan joyingizdan nolib, qayerda ishlayotgan bo'lsangiz ham qanaqadir o'qimagan, o'qish kerak bo'lmagan sohada ishlayotgan bo'lsangiz, shunaqa xayol o'tayotgan bo'lsa, bunga bir nima deydi, qarshi bir narsa aytaman. Bugun o'tirgandik bolalar bilan Koreyada. Hozir Koreyadamiz, qiziq suhbat ketib qoldi. Biz masalan hozir skladda ishlayapmiz Koreyada. Hamma student, hamma talaba, lekin nomiga o'qish 97% holatda hamma nomiga o'qishga kelgan, hamma albatta ishlash uchun kelgan va bir xayol o'tib qoldi. Hamma o'qigan, hamma 3 kishi gaplashib turibmiz, 3 ta bola ham bakalavrni tugatib O'zbekistonda eng qiziq O'zbekistonning eng yaxshi bir oldi kadrlaridan til sertifikatlari, IELTS'lari bor. 2-3 ta tilni bilgan yoki 3-4 ta tilni bilgan yaxshi bilimli kadrlar. Kimdir ichki ishlar bo'yicha Ichki ishlar vazirligining akademiyasini tugatgan, kimdir yana har xil yaxshi universitet, O'zbekistondagi top universitetlarni bitirgan 3-4 ta bola gaplashib turibmiz va ularning IELTS desak, masalan, IELTS eng kamligi 6 va 7,5 gacha bo'lgan yaxshigina sertifikatlar ham bor bolalar. Va 3 kishi gaplashib ish chog'ida bir do'stimiz aytib qoldi. O'qimadim desam, o'qisam shu holga bo'lmasdim. O'qisam hozir hayotim boshqacha bo'ladi desam, o'qidim, tilim o'rgandim. Endi nima deb afsuslansam deb hozir o'ylab turib, uchovimizni ham keyin xayolimizga kelib, to'g'ri biz nima deb afsuslanamiz? Men o'qimadim, bolalarni o'qitaman degan xayol bo'ladi o'qimagan odamlar. Biz qanaqa xayol qilamiz degan bir xayollar o'tib qoldi. Endi tasavvur qiling, O'zbekiston yoshlarining ko'pi til o'qisin deyildi, kelajagi farovon bo'ladi, yaxshi bo'ladi deyildi, ammo o'qigan yoshlarni o'sha hamma bilgan, yaxshi ko'rgan, IELTS degan, ingliz tilini o'qigan yoki boshqa tillarni bilgan, hamma ishqilib o'qiganlarni ko'p qismi o'zini chet davlatlarga o'ryapti, chet davlatlarga yana o'qishini davom ettirish bahonasida, o'qish bahonasiga borib albatta ishlayapti.